Assalomu alaykum, hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Yana bir mijozimiz YouTube kanalidan ko'rib, xohlasa Surxondaryo viloyati Denov tumaniga zakaz qildilar. Kengligi 11 ga, qalinligi 208 qolgan 100% sasnadan qilib berdim mana. Taxtaning yuzasi, bu esa taxtaning tagi tarafi. Xudo xohlasa holati zo'r, to'rqira suxoy taxta, kengligi 11 ga, qalinligi 208-207 qolgan taxtadan olishdi. Joylari 82 kvadratga 184 ta ketadiganda 200 dona qilib oldilar, yetmay qolmasin deb turib o'rtoq bilan oldilar. Xudo xohlasa uzunligi 4 metrlikdan 200 dona oldilar. Mashina vodiy mashinasi, lekin o'zlari Surxondaryo viloyat Denov shahridan ekanlar. Hop. Mashinani o'zlari gaplashib olishdi, 2 million so'mga gaplashib olishdi. Surxondaryo viloyati Denov tumaniga. O'zlari bilan 25 kilometr oraligiga bor ekan shopirni. Xudo xolasa taxtaning narxini 61 ming so'mdan berdim. Kimga shunaqa taxta xizmat kerak bo'lsa, telefon raqamim 90 222 44 77. Bemalol zakaz qilaverasizlar.